Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Sog'misizlar, omonmisizlar? Qonun faqat qog'ozdami kanali muallifi Qudratli Qurbonov yana sizlar bilan birgalikda. Azizlar, bugungi murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga bo'ladi. Men muhtaram prezidentimizning jurnalist va blogerlar haqida aytgan gaplarini eshitib juda xursand bo'ldim. Jurnalistlarning erkin faoliyat yuritishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratiladi. Men buni birinchi marta aytayotganim yo'q. Agar u yuragida adolat bilan haqiqatni o'z e'tiqodi deb biladigan barcha jurnalistlarni islohotlarning faol ishtirokchilari deb bilaman va ularni hamisha prezident himoyasida bo'ladi. Bu fikrni bugun yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Bugungi kunda xalqimiz orasida yurib uni qiynayotgan ijtimoiy muammolarni ko'rsatib berayotgan eng katta kuch bu mustaqil va xolis ommaviy axborot vositalari vakillaridir. Demokratik islohotlarimiz natijasida ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar mansabdor shaxslarni o'z ishini qonuniy asosda to'g'ri tashkil etishga undamoqda. Ommaviy axborot hayotimizni ko'zgusi. Rost bo'lsang, ochiq bo'lsang, ularga hamma narsani aytgin. Mana shunday qilmoqchiman, mana shunday bo'ladi, mana u bugun, mana u ertaga. Davlat organlari va tashkilotlarining mansabdor shaxslari tomonidan ommaviy axborot vositalari faoliyatiga to'sqinlik qilish, senzura o'rnatish, tahririyat xodimlariga bosim va ta'ziq o'tkazish, materiallar va texnik vositalarni ulardan g'ayriqonuniy ravishda olib qo'yish harakatlari sodir etilgani uchun javobgarlikni kuchaytirish ko'zda tutilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, qonuniy faoliyat yuritayotgan barcha jurnalist va blogerlar bundan buyon ham qonun va prezident himoyasida bo'ladi. Azizlar, prezidentimiz Shavkat Miromonovichning aytgan gaplarini eshitdingizlar. Hurmatli jurnalist va blogerlar, kelinglar, bo'layotgan voqealarni reklama qilib emas, yomonini, xalqimizga zarar yetkazadiganini tanqid qilib chiqaraylik. Mana men bir fuqaroning murojaati yuzasidan Navoiy viloyati Uchquduq tumanidagi birinchi avtokorxonaga bordim. Bu yerda prezidentimiz aytganday emas, blogerlarga to'siqlar bor, ruxsat yo'q. Hammasi qochadi. Bu yoqdan bu yoqqa qochadi. Men hozir o'sha avtokorxonada bo'lgan holatni ham video tasvirlarini qo'yib beraman, video yozuvlarni ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Kerak. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? So'zni qilsam, kelishib qilamiz-da. Sizga tushuntiraman. Bunday qo'y. Yo'q, nima masala bo'lyapti? Nima gap bo'lyapti? Bunga ovoz tushib, men sizga tanishtiraman o'zimni. Mana qarang. O'chirib turing, keyin ko'ramiz. Yo'q. Agar qonun faqat qog'ozdami kanalidan Qurbonovlar menga mana bu avtokolonna nimasi kerak? Nachalnik avtokolonna kerak, bozor. Chiqishga kirmoqchimi yo chaqirib bering? Syomkadan nima qo'rqasiz? Ijtimoiy tarmoqdan mana gap, prezidentimiz ruxsat berganlar. Bir jinoyat qilmagansiz, boshqa qilmagansiz. Ha, bilaman, navbat siz postingizni bajarayotganingiz ham bu bunaqa deyapsiz narsa. Endi chiqing bu yoqqa. Ya u bitta narsasi borda. Yo, to'g'ri aka bunday. To'g'ri aka. U kelib ogohlantirish, u kelishuvga nima bo'ldi? O'zi nima edi? Kelishilib boshqa bo'lgan narsa bo'ladi-da, yaxshimiz. To'g'ridan-to'g'ri kelib olish intervyu bo'ladi. Mana to'g'ri. Menga nachalnik kolonna kerak. Ijtimoiy tarmoqdanman. Xo'sh, Ozodmi? Ijtimoiy tarmoqdan Qurbonovman. Blogerman. Shu nachalnik kolonna bilan suhbatim bor edi. Murojaat tushgan. Shu murojaat yuzasidan keldim. Buni shunday ushlab turasizmi bir daqiqa? Yo'q, menga. Yo'q, shunday ushlab ko'rsataman sizga. Ushlab turing, ko'rsataman aka. Xo'sh.
Xolbo'tayev Botir tomonidan murojaat tushgan. Haydovchilaringiz. Tushundim. Agar murojaat tushgan bo'lsa, bizga qonun qo'yida bor, bizada rahbariyatga chiqadi. Rahbariyatingiz qayerda sizda? Rahbariyat sentralni adiltadi, bizga ish beruvchi. Ish beruvchi sentralni adiltadi, ruxsat bersa, sizlar bilan borib suhbat bo'ladi. Men ham o'zim ham shu ishda ishlab yuribman. Ha, kim bo'lib ishlaysiz? Men ham nasham qilaman. Borib, rahbariyatga qog'oz bilan chiqarsizda, rahbariyat ruxsat bersa, boradi, sizlarga beradi. U chaqirib berish iloji bormi? Chaqirgan chiqadi hozir aytamiz. Men ishga kirish mani maqsadim emas. Yo'q. Menga chaqirib bersangiz ham bo'ladi. Men просто bir ikkita savolim bor, xolos. Men kirib bu yerda xolishamga qilaman degan niyatim yo'q mani. Yordamga chiqaman, Yaxshi, aytiraman chiqaradi. O'sha holatni qog'ozga tushirdim. Men qonun faqat qog'ozdami kanali muallifi Qudratilla Qurbonov fuqaro Xolbo'tayevning murojaati asosida unga ommaviy yordam ko'rsatish hamda murojaatda bayon etilgan holatlarni joyiga chiqqan holda xolisona o'rganish maqsadida Uchquduq tumanidagi Navoiy kon metallurgiya Shimoliy kon boshqarmasiga qarashli birinchi avtokorxonaga bordim. Mening maqsadim hech kimni ayblash emas, balki fuqaro murojaatda nomi keltirilgan Aslonov Ozod Shomurodovich bilan uchrashish, uning munosabatini eshitish va haqiqatni jamoatchilikka xolisona yetkazish edi. Avtokorxonaga kirish joyida KPBda xizmat vazifasini bajarayotgan harbiylashtirilgan qo'riqlash bo'limi otryadi ishchisi turgan ekan, uni oldiga bordim. Men hali o'zimni tanishtirishga ulgurmasimdan video tasvirga olinayotganligini ko'rish bilan darhol videoga olishni to'xtatishimni so'radi. Va hech qanday izoh bermasdan ichkari xonaga shunday kirib ketdi. Men o'zimni tanishtirdim. Ichkari xonada bo'lsa ham xizmat guvohnomamni ko'rsatdim eshikda turib. Hamda fuqaro murojaatini o'rganish maqsadida kelganini tushuntirdim. Shu payt u menga kelishingizni oldindan aytsangiz kutib olardik deydi. To'satdan kelishingiz g'alati deydi. Agar men tashrifimni oldindan xabar bersam, bunday o'rganishning shaffofligi va xolisligi qolmaydi-ku. Oldindan tayyorlangan holat namoyon bo'ladi. Mening maqsadim esa murojaatda ko'rsatilgan masalani tabiiy holda o'rganish va haqiqatni jamoatchilikka oshkor qilish edi. Shundan so'ng men fuqaro murojaatda nomi keltirilgan birinchi avtokorxonadagi birinchi avtokolonna boshlig'i Aslonov Ozod Shomurodovichni chaqirib berishlarini so'radim. Bir oz vaqt o'tgach, Aslonov Ozod Shomurodovich chiqdi. Men u yoqqa kelish sababini aytganimda birinchi avtokorxona boshlig'i Omarov Saidali ruxsat bersagina siz bilan muloqot qilaman deb javob berdi. Qaranglar, bu tushunarsiz hol. Shundan keyin men avtokorxona boshlig'i Omarov Saidalining oldiga bordim. U kishi esa video tasvirga olishga qarshilik qildilar. Video tasvirga olishga qo'ymadilar. Haydovchingiz murojaat qilgan, murojaatni har tomonlama o'rganib, ommaga yorishim kerak. Shunga nachalnik kolonnasi kerak, ozod ekan degan. Hozir bordim. O'sha yoqda deb, men ishimni deya olmayman. Boshliq ruxsat bersalar, men boraman dedilar. O'chirtirdilar. Mumkin emas, ruxsat olish kerak. Kimdan ruxsat olish kerak? Rejimdan, transport otdel boshlig'idan, shunday. Men tushunmadim. Transport otdeli kim? Rejim kim? Suhbat o'tkazish uchun esa rejim avtotransport bo'lim boshlig'i va kadrlar bo'limidan ruxsat olishim kerak. Endi o'ylab ko'raylik. Kadrlar bo'limi korxona boshlig'idan vakolati ustunmi? Korxona boshlig'i kadrlar bo'limiga ish bermaydimi? Ish beruvchi emasmi?
yo kadrlar bo'limining gapi bo'ladi. Shunday qilib bir fuqaro murojaatini o'rganish uchun kelgan jamoatchilik vakili sifatida men bir mas'ul xodim bilan suhbatlashish uchun birin-ketin turli rahbarlarning ruxsatini olishim talab qilindi. Oddiy savolga javob olish uchun ham bir rahbardan ikkinchisiga, ikkinchisidan esa yana bir boshqasiga yo'naltirishyapti. Natijada murojaatga javob olish o'rniga ruxsat izlash bilan vaqt o'tib ketdi. Endi shu holat yuzasidan jamoatchilik va vakolatli davlat organlariga bir nechta savolim bor. Nega men hali o'zimni tanishtirishga ulgurmasimdan video tasvirga olishni to'xtatishni talab qilishadi? Nega kamerani ko'rishi bilan xodim ichkari xonaga kirib ketadi? Nega bir xodim o'z xizmat vakolati faoliyati yuzasidan javob berishi uchun avtokorxona boshlig'idan ruxsat olishi kerak? Navoiy kon metallurgiya kombinati Shimoliy kon boshqarmasi bo'limi transport bo'lim boshlig'i kim o'zi? Nega avtokorxona boshlig'i esa rejim va rahbariyatning ruxsatini sabab qiladi? Nega har bir xodim bilan suhbatlashish uchun shuncha rahbarning ruxsati talab qilinadi? Bu qaysi qonun yoki normativ huquqiy hujjatlarda belgilangan? Men bir narsaga hayron bo'ldim. KPPda turgan Ahrani qo'riqchi, o qorovul u. U kunduz kun ishchilarning kirib chiqishini nazorat qilsa, kechqurun avtokorxonani qo'riqlash kerak u. Oddiygina bitta videoga olayotganingizni ko'rsa bunday qilib qochib xonasiga kirib ketyapti. G'araz maqsadda kelgan o'g'ri, bir jinoyatchilar 2-3 kishi bo'lib kelib, bittasi videoga olmoqchi bo'lib gapga tutsa, u xonasiga kirib ketsa, korxona bu yoqda yo'qolib ketadi, bu talon-taroj bo'ladi yoki portlatib yuborishadi-ku. Bular shunga oylik olyaptimi? Yana nomi harbiylashtirilgan qo'riqlash otryadi ekan. Buni qanday izohlaysizlar? Endi muhimi, agar barcha ishlar qonun asosida ochiq va shaffof tarzda olib borilayotgan bo'lsa, nega video tasvirga olishdan bunchalik xavotir qilishadi? Kamera nimani ko'rsatib qo'yishdan xavotirga tushadi yoki qo'rqishadi? Amal, mansab, lavozim shunchalik shirinmi bu rahbarlarga? Men tushunmadim bu narsani. Agar hech qanday qonun buzilishi bo'lmasa, ochiq muloqot qilish va jamoatchilik savollariga javob berish o'rniga nega turli cheklovlar va ruxsatlar ortiga yashirinishadi bunday rahbarlar? Hurmatli mutasaddi rahbarlar, hurmatli va muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miramonovich, mana bu holatlarga o'zingiz bir nazar tashlab, qiynalayotgan xalqni, haydovchilarni, fuqarolarni mushkulni oson qilishga yordam bersangiz. Aziz kuzatuvchilar, mana bu videoni ham maksimal darajada tarqatingizlar. Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman. Bu menga bo'lgan murojaat hali tugamaydi. Kamida 7, 8, 9 ta video bo'ladi. Ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.